Assalamu alaykum, hörmətli televizor-izləyicilər. Texnologiyada bolayotqani Cin Yürek'nin Çin Sözü programımız. Qadrli görmən dostlar, biz bugünkü programımızda Ürümçi kəşf gezdirib vesilgan balalarning xetidan his qilganlarim nomli maqolani çevirdigan holda söhbət etmoqchimiz. Shu munosabatlar biz bugünkü programımızga ikki aziz mehmonni alay taklif qildik. Qinolar bilan tanishib o'taylik. Bugün programımızın aziz mehmonlari Ürümçi şəhərlik Ma'arif Tədqiqat Mərkəzidən Tursun Hasan müəllim. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Hasanimiz. Programımızın yana bir aziz mehmoni balalarning xetidan his qilganlarim nomli mana bu maqolaning muallifi Ürümçi kəşf gezisining muxbiri Maryam Abdurahman. Xush kelibsiz. Hasanimiz. Ürümçi kəşf gezisida besilgan balalarning xetidan his qilganlarim nomli mana shu maqola o'qirmanlardan yuz ko'rishgandan keyin jamiyatda xeyli kuchli ta'sir paydo qildi. Maryam, albatta mana shu maqolani yozish jarayonida siz alayda tekshirish etdingiz, yo'qmi? Endi sizdan anglasam, shu maqolani yozish uchun siz bolalarning orasida 300 bolaning orasida siz atrofli tekshirish tadqiqot etib berish orqali mana shu maqolani yozib chiqibsiz-a? Aslida men bu maqolani yozishga xiyolim atrofimizni ko'ramiz, nurg'un ota-onalar bor, bolalarni ko'ramiz, ota-onalarning og'zidan anglaymiz, hozirgi bolalarni boshqarishlar bo'lib ketdi, yo bo'lmasa o'zaro fikrlasholmaymiz, paranglasholmaymiz deydi. Am bolalarni anglaymiz, voy ota-onam meni tushunmaydi, opam nima o'ylaydi, odam nima o'ylaydi, o'tirmizda orliq bor, ko'nglim degim kelmaydi degan narsa doim qo'lga kirib qoldi. Shuningdek, aslidagi planimda men ota-onalar bilan bolalar o'rtasida tushunish ilgari surish maqsadida ziyorat qilgan. Ziyorat qilish davomida qarsam, bevosita suhbatlashganda bolalar ba'zi ko'ngil gaplarni erkin azod deyolmaydi. Shunga bolalarga ham shaharimizga 3 o'rta maktabdagi 300 o'quvchiga har biringlar ota-onalarga deydigan qanday talablaringlar bor. Ota-onalar o'tirib tushunish bormi, yo'qmi? Mushni markaz qilib turib, men bir parcha o'zinglar nima o'ylasanglar shuni yozib biringlar deb mushni ba'dimda bolalar bergan vaqtda xatni topshirib, endi bu tushunishning o'ttirsidagi masala miyaqti qilib bolalarning xati, imlo masalasi, jumlalarninki ularning ravon emasligi bu to'g'risida yangi bir fikr paydo bo'lib qolmoq. Am ba'zi bolalarning xatiga qarab hayron qoldim. Bir jumla odatdagi bir bayon jumlami mukammal emas. Ba'zi bolalar hatto imlolarning masalan T harfini olsak, harfning ustikilamdi, pastkilamdi. Bir chekitmi, ikkimi yoki uchmi deganlar o'qimaydigan bolalar bor ekan. Am bu ziyorat qilgan bolalarim to'liqsiz o'rta maktabning 1-2 yilida o'qiyotgan bolalar. Am bu bolalar mush xati bilan, mush saviyasi bilan qanday to'liqsiz o'rta maktab chiqib qoldi? Bu bizdagi bu ma'rifning sifati nima uchun buncha tuvalab ketdi? Ona tilimizning tarbiyasi nima uchun buncha tuvalab ketdi deganni yana bir hukm paydo bo'lganki, men buni ikkinchi bir tema qilib turib bu haqda ziyorat etdim. Sizdan tekshirish o'tdingiz. So'zingizdan qaraganda to'liqsiz o'qirninki 1-2 yilda o'qiyotgan bolalar shunaqa. Endi Tursun olim, sizlar shu ma'rifninki o'qitish to'g'risida ko'p tadqiqot etib borsizlar. Endi siz bizning nazarimizda to'liqsiz 1-2 yillikning bolalari maqol hissiyatda, yezdiqchilik saviyasida ma'lum saviyaga ega ish bo'lmaganda o'zining ko'z qarashini, o'ylagan his tuyg'ularini ifodalab bir qisqa bir parcha maqola yoki hikoya yoza oladigan bolalar. Shaxsan biz hamda to'liqsiz 1-2 yilliklarda o'qituvchilar bizga topshiriq bersa, hikoyalarni, qisqa nasrlarni yoza olamizda. Lekin shu Maryam ziyorat jarayonida topshirib olgan xatlarni men ko'rib chiqdim. Hatto ba'zilarini o'qiyolmadim xatlarini, imloning xatoligidan, hatto grammatikalik jihatga bog'lanishninki qat'iy yo'qligi, mantiqsiz so'z jumlalarni so'zlishi haqiqatan meni hayron qoldirdi. Endi mana shu xatlarda bilan biz %100 deb ketamaymiz, lekin shu boshlang'ich ona tili o'qitishida sal masalalarning saqlanayotganligini ko'rsatib ber deb o'ylasak, mustaqil qarasak bo'lamdi. Majburiyat ma'rifiy yo'l qo'yilgandan keyin Allohning qonuniy 9 yillik majburiyat ma'rifini ado qilish, cho'qim o'qish, bilimlanish fursatiga ega qilish, qonun bo'yicha ularning bilimlanish huquq manfaatini qo'llashni muhim o'rin qo'yib kelganligimiz uchun maktablarni oddiy oldilar bolalarni cho'qim mayli imtihondan o'tamiz majburiy sinf atletik ma'nodan ish bolalarniki bilimlarini qayta to'liqlashiga ta'sir ko'rsatyapti menimcha. O'talsam baribir sinf atlab o'qiydi ekanman deb. Biz burun o'qigan vaqtlarimizda 2 fandan 3 fandan o'tamizsa sinf qoldirib qayta bir yil uni to'liqlab pishiqlab ma'lum shu saviyaga yetgandan keyin enilikin atlab o'qishga erishadi. Huquqini qo'lga keltiradi. Hozir bolalar o'ssinmi, o'tmasinmi o'qiyveradi. O'qiydigan bo'lgandan keyin bir qism bolalarda bir xil haydakchilik qilish roli bir xil kamchilik bo'lyapti.
Bu bir meselenin bir tarafı. İkinci bir tarafını elip yatkan çağda bizniki şu qo'sh tillik o'qitish yo'li qo'yilgandan keyin bizning maktablarimizdagi bir qism boshqaruvchilardan tortib o'qituvchilargacha hatto ota-onalargacha diqqat e'tiborning hammani bolalarning xanzu tili o'qitishiga xanzu tili o'rganishiga qartib ketib shu ona tilga bo'lgan tarbiyalash sal bo'shib qolgandek bir tuyg'uni biz chetga qolmaymiz. Endi qo'sh tillik o'qitishni yo'l qo'yish, qandaqdir xanzu tili o'qitishga ahamiyat berib, ona tili o'qitishingdan voz kechsang, yoki uni bo'shashtirib qo'ysang bo'ladi deb hech qanday hujjatda, hech qanday bir yerda bu ta'kidlangan emas. Balki hukumat o'xshashlar qo'sh tillik o'qitish bo'ladi degan ona tilini kuchaytirish kerak deb alohida ta'kidladi. Ham uning dars soatini ayni vaqtda dars soati net soat bo'lmasa, shuni saqlab qolishga ahamiyat berdi, ham kafolatli qildi. Endi maktablarda abiyamda o'tib ketgandek butun diqqat e'tiborimiz, butun mavqeimiz o'z qo'sh tilga bo'lib ketganligi uchun ona tili o'qituvchilari ularni til adabiyot dars berayotgan o'qituvchilarni darsxona o'qitishini tekshirish, baholash, selishtirish, ularning darsxona o'qitishiga qo'yadigan konkretni talablar, bolalarga beradigan topshiriq, uni tekshirish, uning bahosini yozish qatorliq jihatlarda ularni bir tekshirib o'tkazilish kerak edi. Ammo maktablardagi qarash o'xshash bo'lmasqa bir qism maktablarda buning alohida qattiq talab qo'yayotgan bo'lsa, bir qism maktablarda alohida qattiq talab qo'yilmadi. Bizdan to'liqsizini bitirib, boshlang'ichni bitirib, to'liqsiz o'tish imtihonida bizniki adabiyot imtihonimiz faqat rayonlar o'z oldiga elib, bolalarning saviyasini kirib boqadigan imtihon bo'lib, yuqorilab o'qish imtihon natijasi hisoblanmayotdi. Matematika bilan xanzucha tilni eliblar, shu ikki fandagi natijasiga asosanlar o'ziniki rasm qoldi. Ko'rib boqilgan bir xil foydali dars bo'lib qoldi. Bolalarning saviyasini haqiqiy ko'rish, o'lchashdagi muhim dars qatori qaralmay, bolalar faqat o'qiy olsa, yaqila olsa, tasavvuri chiqib qolsa bo'ldi deydigan bir xil ideya bor ekan bir qism. Asal ideyasi boshqa turib qoldi. Bu ideya bizning partiyamizning qo'sh tillik hukumatimiz partiyamizning qo'sh tillik o'qitishni yo'lga qo'yishdagi mavqe va nishoniga ularning maqsadiga xilof bu. Partiya hukumatimiz ikki xil tilda o'xshash faoliyatni hozirlagan ixtisosiy yillarni tarbiyalanlar desa, biz endi bir ona tilni biz bo'shashtirib qo'ysak, uning muhimligiga ahamiyat bermasak, mohiyati kelgusida xanzu tilda tafakkur qilolmaydigan, uyg'ur tilda alohida tafakkur qilolmaydigan, o'zgacha bir xil tafakkur ideyasi bilan o'tirib chiqib qolsa bizning bir qism bolalarimiz yo uyg'urcha xizmat o'rtasida chiqolmaydigan ona tili bo'yicha, o'zining ona tili bo'yicha xizmat o'rtasida chiqolmaydigan, yo xanzu tili bo'yicha xizmat o'rtasida chiqolmaydigan, hatto birov bilan suhbatlashganda o'zining maqsadini o'sha uqtirolmaydigan, ona tilda to'liq ravon so'zlay olmay, aralashtirib, to'rt og'iz uyg'urcha gap qilsa, uch og'iz xanzucha gap qilib, logikaligi yo'q, grammatikali yo'q gaplar qilib, bunday so'zlaydigan bolalar chiqib qolsa, ular xizmatning o'tisidan emas, hatto o'zining o'tisidan chiqolmaydi. Agar bu shu ravon til iqtidori to'rt og'iz maqsadni o'tirish iqtidori yetilmagan bolaning odimiy safasi qanchalik bo'ladi menimcha. Bu hatto o'zining maqsadini uqtirolmagan ekan, boshqalarga salom soat qilishdimi qiyinishi mumkin. Qo'sh tilning yo'lga qo'yilishi adabiyot o'qitishini bo'shashtirish emas, balki adabiyot o'qitishiga bo'lgan mas'uliyatni aslidagidan u narsa oshirmoqda deb qarayman. Chunki ona tilning kuchaytirilishi, ona tilning taraqqiyoti, bolalarning ona tilda so'zlash, ifodalash, o'z nuqtai nazarlarini o'tirib qo'yish iqtidorining yuqori ko'tarilishi bu bir vosita, bevosita holda xanzu tilidagi darslarni tushunish, masalalarni yeshish, hazm qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Bizning bu xanzu tilida elib berilayotgan o'qitish sifatimizning tuvan bo'lib qilishidagi yana bir omil qaysi desak,
Ana tilida so'zlash iqtidorining to'g'ri bo'lishi. Ma ana tilida tafakkur pishib yetilmay turib, hargizmi ikkinchi bir tilda ma'lum maqsad mudallarini o'tirib qo'yish. Menimcha to'liq bo'lmaydi. Bizmi boshlang'ich vaqtimizda hanzu til dars o'tgan vaqtda bizmi albatta bir tilni o'rganish uchun albatta ona tilda tafakkur qilib, andan keyin uni yana bir tilga o'rganimizda, menimcha bizni yangi tillarni o'rganishimizda, misolan shu qo'sh til, hanzu tilni o'rganishimizda bizni ona tilga pishiq qilishimiz nihoyatda zarur. Amariyam siz balkim shu ziyorat jarayonida bolalarning xatlarini qo'lingizga olgandan keyin oldi bilan xatning mazmuni emas, bolalarning xatidan keyin qanday yozilganligi, imlosining qandayligi, grammatikalik bog'liqligi, bayoqligi sizga shunday ta'sir qilganda. Menimcha biz albatta maktabga borgandan keyin bolalarni muallim tunji ustoz bo'lib bolalarni qo'ldan tutib ularga ilib berib o'rgatadi deb qaraymiz. Endi mas'uliyatni oldi bilan shu maktabdan izlaymizda biz siz cho'qim menimcha ishni shu maktabdan boshlab o'qituvchilarga bu jihatda ko'p sirdoshlig'ingizni bilaman. Siz degandek men o'qituvchilarning bolalarga qo'yadigan talablari ba'zi o'qituvchilarning o'rtasidagi dars o'tish jihatda o'tmoqchi bo'lgan maqsadni yetkazish metod jihatga farqlanib chiqdim. Ben 19 boshlang'ich maktabdagi adolat ma'lumni ziyorat qildim-da. Bu adolat ma'lumning o'zining birinchi xatini menga yozib bergan shunchalik chiroyli ekan, 19 yil bo'lgan-ku bu o'qituvchiga. Xat shunchalik chiroyli. Ondan bu adolat ma'lumning bir aloyidligi o'quvchilari birinchi sinf kirgandan boshlab bolalarga maqol daftar tutqizdi ekan. Mayli maqolni bir jumla yozsin, mayli bir abzas yozsin yoki yaxshi mukammal bir cho'ng maqol yoza olsin. Boshlang'ich 6-yillikni tugatgacha mush to'plamni to'shqizib bo'lgan ekan bolalar. Endi o'zi bolalarning xatiga aloy talab qo'ydi ekan, jumlaning ravon bo'lishi, imloning to'g'ri bo'lishi, xatning chiroyli bo'lishiga. Ba'zi bolalar oiladagi bergan topshiriqlarni ishlab kelmagan vaqtda o'zi dam olish vaqtlarida tushda uyga ketmay, darsdan keyingi vaqtlarda uyga ketishga bo'lgan yoki topshiriq ishlagan vaqtlarda o'quvchilarni sinf ishxonasiga kirib turib, hozir shunday yaxshi materiallar bor tursin ma'lum bilsiz. Besib yozdigan. Besib yozgan harfni emas, jumlanimi, abzasimi, besib yozgan narsalarni mushlarni o'z elib bolalarga besib yozg'izdi ekan. Shu men 16-o'rta maktabda 4-5 bolani xato qarab, sizlar adolat ma'lumi o'quvchisimi desam, siz qanday bildingiz? Biz adolat ma'lumi o'quvchisi dedi. Degandek bolalarning xati shunday ravon, jumlalari to'g'ri, ishlatilishim yaxshi, grammatikaligim to'g'ri mushlar chiqqan. Ba'zi o'quvchilarni ziyorat qildim. Hatto endi sinf tashq bo'lmaydi. Ma'lum bir o'qituvchi o'zining sinfidagi bir o'quvchining sinfga 5 kun kamligini uqmabdi. Endi xat qo'yadigan talabni olmaydi, endi oldinda o'qituvchi degan sinf bolalar keldimi, kammamni yo'qlamadan boshlaydi-ku. Ammo shunchalik mas'uliyatsiz o'qituvchilarimiz bor. O'zlarining xatisat doskaga bir xatni yozsam, o'quvchilar uningdan qanday ulga ola oladi, buni tasavvur qilish tasta. Ammo o'quvchilarimizga pek muhim narsa ulga. O'qituvchilar ulgatib beramisa, o'zining xatidan bolalarga, "Men meninkida xat yoz" deymisa, bolalar nima qarab o'zining xatini o'ngshaydi. Shunga o'qituvchilarning bolalarning tarbiyalanishda, bolalarning ona tilini yaxshi o'rganishda o'qituvchilarning roli haqiqatan cho'nka. Shunga biz o'qituvchilarning safosini yuqori ko'tarishga ko'proq ahamiyat bersak bo'lgan deb o'yladim. Oya Tursun ma'lum sizning so'zingizda dedingiz, hozir shu maktablarda qo'sh til o'qitish yo'li qo'yilgandan keyin albatta bu qo'sh til o'qitishi ona tilini pishiq o'rgangan asosda hanzu tilini tangib berish. Hamda hozir qaraydigan bo'lsak, boshlang'ich maktablarda 3-yillikdan boshlab til adabiyot darsining boshqa fanning hammasi hanzu tilida o'tildi. Buning bilan hamda bir dars, bir til adabiyotlar uyg'ur tilida, ona tilida o'tilib qolgan fanlarimiz matematik qatorliqning hammasi hanzu tilida o'tilgandan keyin bolalarningki, ma'lumlarningki hammasining diqqat e'tibori hanzu til o'tilgan darslarga hanzu til o'rganishga qaratilib ketganda bu yerda. Endi Maryam degandek, shu til adabiyot o'qituvchisininki safosining qanday bo'lishi, bolalarga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usiniki yuqori turanligi, kuchli ojizligi, shu bolalarniki ona til sevgisidan bevosita munosabat ekan. Ammo men bu yerda bir misolni tilga o'tishni loyiq topdim. Kuni bir tanishimning uyiga borsam, bolasi ular bir til adabiyot darsida 3-yillikka mashrab dars, sabab qilsang siratda suv to'xtaydi degan bir dars bor ekanda. Shunda bir sirat yasab kelishga buyuribdi bolalarni. Nima qilsizlar desam, mesela ochiq dars o'tmoqchi dedim. Shunda o'ylamda, unda xususi cho'qim yaxshi o'rgansanlar bo'dek ma'lum qayta sizlarga mashq qildirgan bo'lsam, ha dedi. Qanday qildirdi desam, ish qilib men o'qib beray bolam desam, "Voy, men o'qimsam bo'ldi. Men baribir aytmoqlimni dars so'rmaydi bu to'g'ri" dedi-da. Shu hayron qoldim. "Voy, ma'lum so'rmisam, sen qo'l ko'tarsan, cho'qim ma'lum sendan so'raydi" desam, "Voy, ochiq dars degan hammadan ma'lumlar kelib anglaydi.
Şuna bizningki biz ba'zi balalarningki qancha til sayisi yuqoriroq ana tilda ana ifodalab berolmaydi. Shuningga ma'lum darsda yaxshi nutq qobiliyati yaxshi balalarga markazlik deb qo'ygan ularni ishxonaga akirib ayrim ularga tushuntirib asla pish qiladi. Biz faqat qo'l ko'tarib qo'ysak ham bo'ldi. Boshqa balalar javob beradigan maqsad belgilangan. Bizning unda qo'l ko'tarish, unda javob berishimizning hojati yo'q dedi-da. Bu masalani o'ylantirib qo'ydik. Balkim shu ochiq darsni shundoq jonliq o'tadigandir, shu ochiq darsni anglagan o'qituvchilar balkim shundoq rozi bo'lgandir. Ana til o'qitishi shundoq yaxshi elib berilib, deb suyunib, xotirjam bo'lib chiqtirgandir. Lekin uning keyindagi ana shu shaklvozliklar meningcha nurg'ulg'an sizlarga o'xshash tadqiqotchilarni balkim bu jihatda uncha xabarga ega qilmasligi mumkin, sizlarni xabarsiz qilishingiz mumkin. Bizmi, ammo bizning idoraningki bizning vazifamiz bir mavsumda xizmat bo'lmay 80 soat dars anglash. Bir yilda 80 soat dars anglaymiz. Chuqur shu darsga qarta astoydil baho yezib, o'qituvchilarningki o'qitish amaliyatiga qarta ko'rsatma bir yetakchilik qilamiz. Men bir qatim bir maktablarga berib, o'sha Maryam o'xshash bir tashvish qildim. Tabiiy bir 2 soat dars anglab qildim. Şu kuni kallam ta'sir qildi. Bu darsdan olgandan keyin bolalar tushundingmi? Bolalarning hammasi tushundik dedi. Shunga ma'lum savol so'ragan bolalarning hammasi qo'yib turyapti. Men tushunmadim bu darsni-chi. Qo'yma, ajab ko'pmi? Bu bolalar ajab taqal o'qitdimi? Ajablar ishim qolmasam bu bolalar hammasi tushunib ketdi. Allohga masligim keldi. Qiz. Shunga yana bir soat darsni anglab qolsam, o'zi sinfda hammasi menda qo'l ko'taryapti, tushundik deydi. To'xtab tur. Mening kallamdan nasib chiqib qoldi. Bir ish chiqib qoldimi? Izni boqayim deb men yana necha soatlik dars anglab, ahvolni bir egallab boqaylik, egallab, eng oxiri bolalarni chiqib, chaqirib har bir sinfdan darsda eng yaxshi bolalardan ikkini o darsida bolalardan ikkini, orqada qolgan bolalardan ikkini mana bir chaqirib bersanglar, bir maktab kirib, yilliklarni asos qilib, 20 dan 30 dan masalan, birinchi yillikdan to'liq birinchi yillikdan 20-30 boladan, ikkinchi yillikdan 20-30 boladan qilib, ayrim-ayrim ilinmak suhbat deb qo'ydim. Suhbat deb turib bolalarni suhbatlashtiradi, bolalar men bir dars alsam tushundik deb tushundingmi desam, tushundik deb bolalar vaqirdi. Rost tushundingmi? Men tushunmadim bir 2 soat darsni. Lekin kim javob berdi? Sen qo'l ko'targansizlar. Qo'l ko'targandan keyin men hamma bola bizni kutdi deb ham minnatdor bo'ldim, ham hayron qoldim. Yurib ko'ngildagi gapni deb baqsanglar, sen bir qism bola ko'ngildagi so'z sizga lozimmi? Ko'ngildagi so'z bizga lozim. Biz tushunmaymiz. 70-80% bolalar ba'zan sinfda 40-50%, ba'zan sinfda 70-80% bola tushunmaymiz. Neymiş tushunmay turib, tushundingmi, tushundik deb baqiraysizlar. Muallim javob tatib bir soat bizga gap qildi, tursin muallim. Javob tatib gap qilgandan keyin tushunmadik desak, muallimni bakonga ketganman degan tamom gap qildimmi? Nega gap qildim, qasam tushunmadik deysanmi? Chichib ketdi. Shuni tushundik desaklar, muallim tasalli deb qoldi ekan birinchisi. Ikkinchisiga undan savolni kim javob berdi desa, men qo'l ko'tardi ekansizlar. Agar senda so'rab qaz qanday qilsa bo'la desa, kimdan so'raydiganligi ma'lumning ko'ngliga ayon, bizning ko'nglimizga ayon. Chuqur sirtdan natunish bir odam sinfga kirib dars olmagan chog'da chuqur men qo'l ko'taringlar deydigan Qoidasi ekan, ishki sınıf arkadaş bir adam ders almanın kelip kalsın hemen kol götürmez. Bizden sormaydı şu korkmaydı atılmayı götürmez. Soraydı adam malum şu dersini yakşı bilip düşünüp egiş mağdığında 15% mi 20% bala malum şunu onunla soraydı. Şu ensine şalcası dursun malum. O bizim kallamda nait tesir kıldı. O bizim marifemizdeki bir kıl şekil bazlı. Hem de sırttan ders anlığını kilidi. Ya şehir boyunca uçuk ders yutildi. Ya Abdülmur boyunca uçuk ders yutildi. Ya Rahim boyunca uçuk ders yutildi. Belgilab qo'ygan bo'lsa, ochiq darsga ay tayyorlik qiladi. Xuddi uy mehmon kelsa, uyini tozlig'ini qilgan o'xshash. Bu yetning oldida, ichki yetning oldida, cho'ng bayramning oldida cho'ng ko'lamli tozliq qilib qolgan o'xshash ish bor. Endi bu shaklga ahamiyat bermasak bo'lmaydi. Bu mazmun ifodaligi bo'lmaydi. Ammo bu shaklga ahamiyat berdik deb bir qism darslarni bir necha soat o'tib, uni manevr qilib
pishg'ilab ishlab hamma odamning qaldisiga ichirayotgan ekan butun bolalar jang so'zlayotgan ekan ajoyib bir soatlik dars oldimizda namoyon bo'lganligi uchun hamma ma'lumlar bunday dars o'tadi ekan butun bolalar mashina fikr qiladigan bo'lib ketdi deb bizni bir suyundirib bizni bir xil shaklan bir tarafdan xotirjam qilsa bir tarafdan g'amga soladigan bir tuyg'uga ega qilib qo'yg'ashqa bizning ma'rifamizdagi bir qism savalliklardan bir qism nuqsonlardan bolalarni umumyuzlik taraqqiy qildirish barliq o'quvchilarni taraqqiy qildirish postiga ega qilish deydigan sapa ma'rifining prinsipini haqiqiy amallashtirib har bir bolani taraqqiy qilish fursatiga har bir bolani yashash huquqiga ega qilish jihatda bizda zo'r xatoliklar savalliklar sodir bo'layotidi. Agar biz bu yo'lni besiversak kelgusida biz partiya hukumatini deymiz, cho'ng jihatdan aytganda, kichik jihatdan aytganda ota-onani deymiz, eng kichik zaruriy jihatdan aytganda biz farzandlarni deymiz, jamiyatning bir fuqarosi bo'lish suftidan mas'uliyatni ustida aytganda millatni deymiz, jamiyatni deymiz. Menimcha biz shaklvozlik qilmasak rahmi yaxshi bo'ladi deb qarayman. Bolalarniki antil saviyasiniki yuqoridan bo'lishi shu darsni bergan o'qituvchilardan zish munosabat qildik. Menimcha bir bolaninki yaramliq yaramsiz bo'lishi, darslarni yaxshi egallashi albatta oilada ota-ona bilan bog'liq. Chunki maktabga biz topshiriq tutatlam xotirjam bo'lsak bo'lmaydi. Maktabda uyg'unib bo'lamagan, tushunib yetib bo'lamagan masalalarni biz oilada yetaklayishimiz kerak. Boya Tursun ham o'zining so'zida o'qituvchilarga qo'ygan talablardan boshqa yana mas'uliyatni biz o'zimizdan izlab berishimiz kerak deb to'g'ri aytdik. Menimcha Maryam, ishkirimiz ota-ona, bizning ham bolalarimiz maktabga ketgandan keyin, qaytib kelgandan keyin albatta bugun nima darslar o'tildi, o'zlashtirish ahvolini qanday deb so'raymiz albatta. Menimcha bizga o'xshash bolalardan har vaqt ulardan ahvol so'rab turadigan, kunlik nimalarni o'rganyotidi. Ish bo'lmaganda dars materiallarini tayyorlab qolganlardangacha shunday so'rab turadigan ota-onalarimiz ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi. Lekin siz ziyorat jarayonida bu jihatni saqlab qolmaslarni xil ko'pligini his qilsiz-a? Mening hamda bu haqiqatan men baklab islandim. Hamda abayim dedik, bir bolaning tarbiyalanishida maktab, oila, jamiyatda. Bir oiladagi mush bolalar ota-onaning bo'lgan mas'uliyati, bolalarning o'rganishi bo'lgan ko'ngil bilishi, bolalarningki o'zining o'qishiga bo'lgan mas'uliyatning yetilishida bek muhim rol o'ynaydi ekan. Bu bolalarning xatlari mushunchalik nacharlab, mushunchalik satlashib ketsa, bir mazmunni ifodalayamsa, bolalar ishlagan topshiriq ota-onalar qo'l qo'ydi. Hamda maktab bu umumlashib ketdi. Ota-onalar buni ko'rmagandi deb men bek hayron qoldim. Shuning bilan mush xatdagi xat alaydi yaxshi yozilgan bilan eng nachar yozilgan 10 parcha xatni tanlab turib oilalarga bordim, izlab bordim. Endi biz nurg'un odamlarning qarshida yuqori ma'lumotliq, oliy ma'lumotliq odamlarning bolalari cho'qim yaxshi o'qiydi. Bular cho'qim bolalarga alaydi ko'ngil bo'ldi. Hozir bu qarash haqiqatan o'zgaribdi deb qoldim. Endi shunda yuqori ma'lumotli yaxshi o'rinlar ishlayotgan oliy maktabning o'qituvchilari, professorlarining ba'zi bolalari qarab hayron qoldimda, lekin bu ba'zi ota-onalarda vaqtini abay Tursun ma'lum dedi, vaqtini bolalarga ajratib bermaydi ekan. Bolalar bilan birga bo'lgan vaqti shunchalik oz kelmiş. 300 parcha xatning ichida men sanab chiqdim, 267 bola men bilan ota-onam jiqroq bola bo'lsa deb arzu qildi ekan. Lekin bo'lgan oilalarimda men shu yamonlikda o'tirgan bir oila bor edi. Dadisi 3 chaqliq motor bilan kirakashlik qildi ekan. Boshlang'ich saviyasimi yo'q endi. Opasi boshlang'ichdan bitgan ayolga vaqti bo'lsa, endi ancha-muncha kunduzlarda chiqib, paypoq, ko'chalarda qog'oz degan o'xshash narsalarni setib, kuniga 3 so'm, 5-6 so'm pul deb kirdi ekanda, ya bo'lmasa, shanba kunlari bolalar maktab ketgan vaqtlarda boshqalarning oilallarini tozalab berib kirim qildi ekan. Bu ayolning topgan pulini asosan nima ishlattirgansa, bolasi cho'ng o'g'li to'liqsiz ikkinchilikda o'qiydi ekan, qizi boshlang'ich maktabda. Mushki bola kitob o'qirish uchun mushta kuchaytirgan bu bola, ayol. Nalla maktab kelgandan keyin, shu sizlarning nalla choy yo'qmi, sizning choylaringiz bormi deb so'radim. Chunki bizning bolalarimizning eng beshidagi cho'ng g'am, eng tashkilda opam choy bormisa deydigan g'amda, ba'zi anlar qarsak 10, 12, 7-8 choy o'ynaydigan ayollar bor bir oyda. Sizning choyingiz bormi, choylar qatnashamiz desam, endi ularning kirimi tuvan kirimlik oilalar kirdi. Biz oilamiz mahallik ayollar 30 so'mlik choy o'ynaydi, oyda deydi. Bu mening oilamizning iqtisodiga bek cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin men ash choyga ketgan bir kunda men 2 bolam tamoqsiz qolammi yoki muzdek tomoqni yeb qolammi, yo uyga kelmay yo'qib qolam deb shuningga bormayman.
Bir boshlang'ich maktabni bitmagan ayolning ideyasi. O'yilgan ekan. Bolalar topshiriqni ishlab bo'lgandan keyin vaqt chiqarib 1 soat o'zi kitob o'qib berdi ekan. Eliq ishlagan, eliq topgan, paypoq setib topgan pulni olgan kitobni bolalarga cho'qim 1 soat o'qib berdi. Bola endi o'g'li maktabda sinfda birinda o'qiydi ekan, xatim shunchalik chiroyli yozgan maqolalarga adam so'yinib ketadi. Men borgan vaqtida kichik qiz boshlang'ich maktabning 2-yilida o'qiydi ekan, shu qiz o'tirib, ustiga yozgan bosma bisib yozdigan mashqqa bitibdi xatim chiroyli qilamiz deb buni aksi abdiribdi. Buni sizga kim bersan, akam akab berdi, shuni yezib mashq qilyapman dedi. Shuni qarab men endi ziyonlarimiz, qo'y kunimiz aldirash, mayaga boratdik, niyada bir söhbatim batdi, niyada bir paranglashgan ishim bat, do'stlarim bilan uchrashishim bat deb to'g'an ziyolilar, kadrlar bir top bilan mushunaq ayollarni o'zini selishtirib baqsi bo'g'day. Bolalar uchun nima qilib beryapmiz deb baqsi bo'g'day deb o'yladim. Bo'lib men odatda shu adabiyot topshirig'ini tekshirganda, boshqa topshiriq qaraganda pek kerak ko'ngil bo'lgandan biz hamda shu axborot radio televiziyalarida nashriyat o'rinlarida ishlaydiganlar oldilar Uyg'ur adabiyot tilini tarqatuvchilar hisoblanamiz-da hamda. Buna bo'lgandan keyin ba'zilarda ma'lum balkim amchibak e'tibor bermasligi mumkin. Bir sinfda 50-60 bolaninki topshirig'i haqiqatan yig'ilib turdi. Ba'zilar imloga anchalik diqqat qilmasligi mumkin. Tabiiyki ma'lum baribir ko'maydi bunda bir chisdan to'liq qolganib, sening bir chisdan qolib qolishi. Men deymanda shunga men televiziya stansiyasida ishlayman. Men xatni biz adabiyot tilini tarqatuvchilar hisoblanamiz bolam. Men ko'may turib, menga qo'l qo'yibsam, ma'lumot cho'qim, opam mush til bilan, mush til yoziq bilan shug'ullangan odam, mush o'qimamda deb Sizning opani tuvan ko'z qanday bo'ldi desam hozir sanaydigan bo'ldi. O'z bir tekshirdi maqol yezib qo'yibdi topshiriqlarini. Menimcha biz o'zimizni bolalarga ulgu qila oladigan shunday bir mas'uliyatni bolalarga yetkazdirsak, bolalarningki shu mas'uliyat tuyg'usi shundan birga ham ona tilga bo'lgan ko'z qarash mas'uliyat tuyg'usini shuning bilan birga yuqorilab bordi deb o'yladim. Yana bir jihatdan aytib aytganda jamiyatning bu sohada yetakchilik qilish roli kuchli bo'ladi. Shinjang o'smirlar gazeti bolalarning eng yaqin do'sti bunday qilganda bolalar bilan tang o'sib yetilgan ham bolalarni o'sib yetildirgan bolalarning turmush o'rganadigan bir dunyosi u bir oliy maktab. Natijalarning oldida Shinjang o'smirlar gazeti maxsus kichik muxbirlar guruhini tashkil qilib har bir o'rta boshlang'ich maktablardan 10-15 dan muxbirlar bor bularning muxbirlar maqolalarni yozib bolalarga yozgan maqolalarini ratlab endi maktabning radio uzunida anglishdan boshqa shu maqolalarni shu Shinjang o'smirlar gazetiga avatdi qarorlik oldi chiqarib qo'yadi. Biz bir necha yil bo'ldi men bunday qilsam Shinjang o'smirlar gazetining bunda kichik muxbirlarni tarbiyalash, kichik muxbirlarni ta'sis qilish Muş funksiyalik roli yo'qolib ketgandan qildi buni qimmat maktablarni sursam yo'q. Shunga mushunda bir aktiv yetaklash funksiyalik roli bor. Yana o'zining yo'lini joriy qildirishga deydigan umidim bor. Haqiqatan biz bugungi programmamizdan shu bolalardan kelgan 300 parcha xatdan o'zimiz mush xatlarni ko'rish jarayonida o'zimiz paranglish jarayonida shunday his qildik. Hozirgi bolalarimizda mayli psixik jihatdan bo'lsin, mayli o'rganish jihatdan bo'lsin, mayli mas'uliyat tuyg'usi jihatdan bo'lsin, bizdan yetaklashimizga tegishli nurg'ulg'an taraflar bor ekan. Albatta mana bu yetaklash, bu tarbiya, maktab, oila, jamiyat, hammamiz tang ep berish tegishli bo'lgan masala. Ana biz bugun bu yerda mush bolalarniki xatini misol qilib turib, eng muhimi shu mazmunni bizga isbotlab bergan ana shu shakl, ya'ni shu yoziq to'g'risida paranglashdik, ona tili yoziq to'g'risida. Menimcha ona til degan bu gapdan chiqib turdi. Ona til onamiz bizga o'rgatgan til. Onamiz bizga yetkazgan til. Bunaq bo'lganligidan biz onamiz bizga o'rgatgan, onamiz bizning dilimizga sog'an ana shu tilni qadrlashimiz, uni ko'z qarchug'imizni asirgandek asirishimiz, uni yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan o'rganishimiz, uni keyingilarga yetkazishimiz kerak. Chunki bizning ana shu onamizning tili biz orqali bizning bolalarimizga yetadi. Shunga mana bu mas'uliyatni, mana bu tuyg'uni bolalarimizga paydo qilish, bolalarimizga mana shu ko'z qarashni yetildirish biz ota-onalarning, maktabda bo'lsa o'qituvchilarning, albatta jamiyatdagi barliq a'zolarning majburiyati va mas'uliyati. Shunga bolalarimizni qo'sh tilli tarbiyalashda, ona tilini puxta o'rgangan asosda xanzur tilini atrofli o'rgatishga alohida ahamiyat beraylik. Bugungi programmamiz mushal oxirlashdi. Kelasi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.